Ahir zaman muallifi Damir Abdullayev. Kur'an Kerim betlerin varaqlab o'qishni ko'p insonlar unutdi. Ach chiqmayni ish bilib taraqlab gunoh ishlar qilishga intildi. Shayton bizni o'z yo'liga boshladi. Ha, birlari barlarini tashladi. Qancha go'dak ko'zlarini yoshladi. Ha, birlari tashlab ketdi onisin. Qanchani yoshlar to'kib qaqshidi. Shayton bizni o'z yo'liga boshladi. Ko'p aqllar dunyoga sig'may yuridi. Cho'pni chekib boyvachchidek kulidi. Kayfi bo'lib o'zlaricha ko'ranglab, men deb maydisiga uridi. Dunyo bizni nega kelib boradi? Suvdek eqib vaqt degan o'tmakda, qaro yerda ajal bizni kutmakda. Ba'zilari ishonmasdan ajalga o'zlaricha xahaqlashib kulmakda. Yurakdagi imonlari o'chmakda. Adam emas hozir qog'oz so'zlaydi. Har bir inson yanchig'ini ko'zlaydi. İman emas, yanchig'ida pul bo'lsa, dushmaning ham hatto seni o'z deydi. Tushunmadin bu dunyoning sirini? Ahir zaman yaqinlashib qolganmi?